Xabaringiz bor, yaqindagina Farg'ona viloyati Xalqaro Fitch Ratings agentligining BB barqaror reytingiga ega bo'lib, O'zbekistonda bir vaqtning o'zida 2 xalqaro reytingga ega bo'lgan ilk hududga aylandi. Bu davlatimiz rahbarining aynan tashabbuslari asosida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar hamda amaliy sa'y-harakatlarning natijasidir. Ushbu reyting viloyatning iqtisodiy barqarorligi, investitsiyaviy jozibadorligi hamda xalqaro moliya bozoridagi o'rni va mavqei ortib borayotganining yana bir tasdig'idir. Bugun ushbu yo'nalishda xalqaro ekspert bilan onlayn muloqotni amalga oshiramiz va ayni shu maqsadda bugun Farg'ona Expo xalqaro ko'rgazmalar markazidamiz. Demak, bizning bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyati hokimligining reytinglar bo'yicha xorijiy konsultant kompaniyasi bo'lgan Finwizerning suveren va moliyaviy institutlar uchun reytinglar bo'yicha menejer konsultanti Ekaterina Sergeyevna Kovreginadir. Good afternoon, Ekaterina Sergeyevna. It's a pleasure to meet you. If you don't mind, maybe begin the interview. Good afternoon. Xayrli kun. Rahmat. Siz bilan tanishganimdan mamnunman. How long have you been Farg'ona viloyati hokimligi bilan qancha vaqtdan buyon hamkorlik qilasiz va viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi haqida qanday xulosalaringiz mavjud? structure of the region? My company Finwizard Mening kompaniyam Finwizer Consultancy O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida raqobatbardosh loyihalarning diversifikatsiya qilingan portfeliga ega bo'lib, bu bizga mamlakat taraqqiyoti sohasida tan olingan ekspert sifatida o'rin egallash imkonini beradi. Aynan shu keng qamrovli tajriba asosida Farg'ona viloyati bilan hamkorligimiz boshlangan. Men shaxsan Farg'ona viloyati bilan 2022-yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Viloyatga S&P Global tomonidan ilk xalqaro kredit reytingi berilish jarayonida ham ishtirok etganman. Shuningdek, uning keyingi yangilanishida ham qatnashganman. Joriy yilda esa Fitch Ratings tomonidan ikkinchi xalqaro kredit reytingi berilishi jarayonida ishtirok etdim. Ushbu davr mobaynida men viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi, shuningdek, O'zbekistonning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlari haqida chuqur tasavvurga ega bo'ldim. Uzoq muddatli ishtirokim viloyatning iqtisodiy rivojlanishi, byudjet holati va investitsiyaviy salohiyatini yaqindan kuzatish imkonini berdi. Shaxsiy taassurot sifatida aytishim mumkinki, o'tgan yili Farg'onaga qilgan so'nggi tashrifim menda juda katta taassurot qoldirdi. Eng ko'p ta'sir qilgan jihat o'zgarishlar sur'ati, infratuzilmaning jadal rivojlanayotgani, viloyat rahbariyatining taraqqiyot kun tartibiga bo'lgan qat'iy intilishi, xorijdan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishdagi faollik va aholi turmush darajasidagi sezilarli yaxshilanishlar bo'ldi. Rostini aytsam, institutsional energiya va yuqori maqsadlar bunday darajada uyg'unlashgan hududlarni ko'p uchratmaysiz. clearly is in one place. What does BB kredit reytingining olinishi viloyat uchun amalda iqtisodiy jihatdan nimani anglatadi? Ushbu reyting investorlar va moliyaviy institutlarda viloyatning moliyaviy boshqaruvi hamda institutsional ishonchliligi haqida qanday tasavvur shakllantiradi? about the region's financial management and institutional reliability? The upgrade to double B Reytingning avvalgi B+ darajasidan B1 darajasiga ko'tarilishi viloyat uchun muhim qadam hisoblanadi va so'nggi yillarda erishilgan taraqqiyot natijalarini aks ettiradi. Amaliy nuqtai nazardan qaraganda, bu reyting agentligining global shkalasida yuqoriroq reyting toifasiga o'tishini anglatadi va iqtisodiy hamda moliyaviy asoslarning mustahkamlanganidan dalolat beradi. Ushbu reyting iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ham aks ettiradi. Masalan, 2025-yilda Farg'ona viloyatining yalpi hududiy mahsuloti o'sish sur'ati mamlakat yalpi ichki mahsuloti o'sish sur'atidan yuqori bo'lgan. Shu bilan birga reyting viloyat hali ham rivojlanib borayotgan va takomillashib borayotgan institutsional hamda moliyaviy tizim doirasida faoliyat yuritayotganini ham hisobga oladi. Investorlar va moliya institutlari uchun B1 reytingi viloyat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlayotgani, ehtiyotkor moliyaviy siyosat yuritayotgani va investitsiyalar uchun tobora jozibador hududga aylanayotganini ko'rsatuvchi ijobiy signal hisoblanadi. visible as an investment destination. As an independent expert, Mustaqil ekspert sifatida reyting jarayonida viloyat iqtisodiy profilining asosiy kuchli jihatlari nimalardan iborat bo'lganligini ayta olasizmi? ratings process.
Sure. One of the key strengths of Fergana region is Albatta, Farg'ona viloyatining asosiy kuchli tomonlaridan biri sanoat va qishloq xo'jaligiga tayangan dinamik iqtisodiy bazasidir. Viloyat iqtisodiyoti barqaror rivojlanish sur'atlarini namoyon etmoqda va iqtisodiy faoliyat yillar davomida tobora diversifikatsiyalashib bormoqda. Bu jarayon mahalliy daromadlar bazasining o'sishi bilan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Kichik va o'rta biznes subyektlari ham mintaqa iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Shuningdek, soliq bazasi bitta tarmoq yoki yagona yirik soliq to'lovchiga bog'lanib qolmagan. Yana bir muhim omil viloyatning mustahkam moliyaviy holatidir. Masalan, Fitch baholashida nisbatan past qarzdorlik darajasi va daromadlar ko'rsatkichlarining yaxshilanishi ijobiy baholangan. So'nggi yillarda soliq tushumlarining byudjetdagi ulushi oshgan, davlat transfertlariga qaramlik esa asta-sekin kamayib bormoqda. Still remain important. What kind of positive reforms So'nggi yillarda sezilarli yaxshilanishga olib kelgan qanday ijobiy islohotlarga guvoh bo'ldingiz? over the last years? One important development has been Muhim o'zgarishlardan biri mahalliy daromadlar bazasining mustahkamlanishi, xususan byudjetda soliq tushumlari ulushining oshishi va davlat transfertlariga qaramlikning bosqichma-bosqich kamayishidir. O'zbekistonda davlat boshqaruvining turli darajalari o'rtasida daromadlarni taqsimlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar, jumladan taqsimot mexanizmlaridagi o'zgarishlar viloyatning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga xorijdan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy faollikni rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratildi. Uzluksiz iqtisodiy o'sish va tadbirkorlik faolligining oshishi bilan birgalikda ushbu omillar viloyatning iqtisodiy natijalari hamda kredit salohiyatini yanada mustahkamladi. performance and credit profile of the region. Where do you see Mavjud iqtisodiy tendensiyalarni hisobga olgan holda kelgusi 5-10 yil ichida viloyat iqtisodiyotini qanday tasavvur qilasiz? The current pace Agar hozirgi iqtisodiy rivojlanish sur'atlari saqlanib qolsa, viloyat kelgusida o'zining iqtisodiy va moliyaviy salohiyatini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega. Barqaror o'sish, iqtisodiy faoliyatning bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilinishi, mahalliy daromadlar bazasining kengayishi va investitsiyalar oqimining ko'payishi iqtisodiy barqarorlik hamda raqobatbardoshlilikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Reyting nuqtai nazaridan kelajakdagi taraqqiyot moliyaviy ko'rsatkichlarning yuqori darajada saqlanishi va iqtisodiy asoslarning yanada mustahkamlanishiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda, men Farg'ona viloyati O'zbekistonning muhim iqtisodiy markazlaridan biri sifatida o'z mavqeini yanada kuchaytirib, vaqt o'tishi bilan investitsiyalar uchun tobora jozibador hududga aylanadi deb hisoblayman. for investment over time. what you say this Sizningcha ushbu kredit reytingi viloyatning global investitsiyalar uchun tayyor bo'lib borayotganligining belgisi deb aytish mumkinmi? Agar xalqaro biznes hamjamiyatiga bitta xabar yo'llashingiz kerak bo'lsa, u nima bo'lar edi? what would it be? I would say that the rating is a positive signal. Mening fikrimcha, ushbu reyting viloyatning iqtisodiy taraqqiyoti va xalqaro investorlar orasidagi nufuzi tobora ortib borayotganining ijobiy belgisidir. Bu Farg'ona viloyati o'z iqtisodiy salohiyatini mustahkamlayotgani va kelgusida investitsiyalar jalb qilinishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratayotganini ko'rsatadi. Jahon biznes hamjamiyatiga murojaatim juda oddiy. Farg'ona e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan hududdir. U yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari, katta ichki bozor va tobora faollashib borayotgan rivojlanish kun tartibini o'zida mujassam etgan. Uzoq muddatli investorlar uchun bu yerda o'rganish va baholashga arziydigan muhim imkoniyatlar mavjud. Meaningful opportunities to explore. Thank you for sharing your thoughts about for participating in this online interview. Thank you very much. Thank you. It was a Rahmat. pleasure. Bugungi muloqotdan ham anglash mumkinki, Farg'ona viloyatining xalqaro kredit reytinglariga ega bo'lishi bu nafaqat hudud iqtisodiyotidagi ijobiy o'zgarishlarning e'tirofi, balki kelgusi taraqqiyot uchun ham muhim poydevordir.